Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayını taqvolik yetishtirishdan fursat qilib belgilab bergan Janob Alloh hamd sana bo'lsin. Hamda Ramazanni qalqon qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Muhtaram aziz qarindoshlar, bugun to'xtalmoqchi bo'lgan tema siz Ramazan oyida axloqingizni tuzatdingizmi degan tema haqida to'xtalamiz. Islom dini Ramazanni yo'l qo'ygan bo'lsa, ma'lum vaqt yem-ichmakdan cheklash maqsadida yo'l qo'ymadi. Balki Ramazanni iymonni kuchlantirgan bir maktab deb qarab, axloqni tuzatadigan, nafsini poklaydigan, nachar ishlardan qo'l yig'adigan, gunoh ma'siyatdan o'zini kontrol qiladigan bir madrasa deb yo'l qo'ydi. Islom dini Ramazan yo'l qo'ygan vaqtida ma'lum vaqt yem-ichmakdan insonni mahrum qilish niyatida yo'l qo'ymadi. Balki Ramazan ayini iymonni kuchlantirish, axloqni tuzatish va nachar ishlardan o'zini kontrol qilish, nafsini tozalashning bir maktabi, kursi degan sifatda yo'l qo'ydi. Qur'oni Karim bu haqiqatni bayon qilib, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey mu'minlar, sizlar mu'minlar bo'lgandan diqqat qilinglar. Ramazan sizlarga ilgirki millatlar farz qilingandek farz qilindi. Buningdagi bir maqsad bor, buningda bir nishon bor. Bu yerda inson o'zini och qo'yish maqsad emas, o'zini ussiz qo'yish maqsad emas, balki taqvolik ro'yini yetishtirish maqsad. Taqvolikdan maqsad iymonni kuchlantirish, axloqni tuzash, nafsini poklash, shaytonning yo'llaridan yiroq turish, xato ideyalardan o'zini pok tutish demakdir. Peygamberimiz aleyhisselam bu haqiqatni bayon qilib, "Men lam yada qawla az-zur wal amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada ta'ama wa sharaba." Qaysi bir odam yolg'on gaplarni tashlamasa, ya'ni axloqini tuzatmasa, rus odam bo'lmasa, to'g'ri yo'ldagi odam bo'lmay qolib qolsa, bu odamninki yemekni yemay, bir narsa ichmay ro'za tutganning hech qanday bir foydasi yo'q dedi. Demak, bu yerda Ramazan bu odamning iymonini oshirishga, axloqini ruzlashga, nafsini poklashga unum bermagan ekan, bu Ramazan bekor Ramazan. Unumsiz Ramazan, foydasiz Ramazan deb Ramazanning maqsadini ifodalab bergan. Şunu bu ro'za tutish faqatlam yemek-ichmakdan o'zini kontrol qilish maqsad emas. Bu yerda ro'za tutishdan maqsad inson o'zini foydasiz ishlardan yig'ish, qalaymaqan so'zlardan, qalaymaqan fikrlardan, qalaymaqan harakatlardan o'zini kontrol qilish maqsad. Nachar axloqlardan o'zini poklash maqsad. Nafsining shahvatlaridan o'zini boshqarish maqsad. Boshqalarni tillaydigan, aziyat beradigan, haqorat qiladigan, tuhmat qiladigan degandek passiv ishlardan o'zini tuzash maqsad. Mana bu ro'zadan maqsad. Shuning uchun islom dini ro'zani qalqon dedi. Bu bizni yomon ishlardan, yomon so'zlardan, islomga va musulmonlarga ziyon beradigan ishlardan qo'g'diyamiz endan qalqon bo'ldi. Agar boshqalarga ziyon berishdan, boshqalarga aziyat berishdan bizni kontrol qilamasa, bizni qo'g'diyamasa, bu ro'za u vaqtda qalqonlik subtini yo'qdir. O'zining ahamiyatini yo'qdir. Bu ro'za bu yerda iymon bilan chetishib ekanligini, ibodat bilan munosabatli ekanligini, axloq bilan munosabatli ekanligidan iborat qimmat yo'q deb qo'ydi. Chunki bu ro'za iymondan ayrilmaydi, ibodat bo'lib bilan ibodatdan ayrilmaydi, axloqdan ayrilmaydi. Payg'ambarimiz bu to'g'risida as-siyamu junna dedi. Ro'za qalqon dedi. Buni bir qal'a deb ko'ringlar dedi. İmanını kuchlantirgan qal'a deb ko'ringlar dedi. İmanını taraqqiy qildirgan bir qal'a deb qaranglar dedi. Alloh bilan bo'lgan munosabatni yaxshilagan bir qal'a deb qaranglar dedi. Axloqni ruslaydigan, samimiy bir inson bo'ladigan, taqvo bir inson bo'ladigan, farishta sifat holat keladigan bir qal'a deb ko'ringlar. Qalqon deb ko'ringlar. Yomon ish, yomon so'z, yomon faoliyatdan qo'g'daydigan qal'a deb qaranglar dedi. Shuning uchun qaysi bir odam ro'za tutgan bo'lsa, bu yerda ses gaplarni qilmasin, buzuq gaplarni qilmasin, harom gaplarni qilmasin, axloqsiz ishlarni qilmasin, axloq zid qiladigan ishlarni hech qanday birisi qilmasin. Navbat bir odam urishib qolgan bo'lsa, yo tilishib qolgan bo'lsa, ya'ni boshqa odam bu odamni tillig'in tursa, boshqa bir odam bu odam aziyat bergin tursa, og'zini buzg'in tursa, harom ishlarga, harom gaplarni zo'rlagan bo'lsa, men Ramazon tutdim desa, boshqalarningki xato yo'lga boshlashiga yoki boshqalarning yomon gap qistishiga hargiz ularga yo'l qo'ymasin. Ramazonni o'ziga qalqon qilib turib, yomon so'zlardan, yomon harakatlardan, yomon fikrlardan o'zini mudofaa qilsin dedi. Agar biz tutgan ro'za bizni gunoh ma'siyatdan, islom va musulmonlar ziyonkashlik qilishdan,
günah sadır qılmagan, yani insoniyatga zulm sadır qılmagan, yoki jinoyat sadır qılmagan insonlar yomonlik qilishdan kontrol qila olsa, u vaqtda Allohning nazaridagi o'rnimiz oshadi. U vaqtda taqvolik o'zining ifodasini namoyon qilishga boshlaydi. Chunki islom din maqsad qilgan yoki Alloh subhanahu va taolo maqsad qilgan roza bizni gunohlardan to'salaydigan roza. Bizni yomon ishlardan, yomon so'zlardan, quruq gaplardan to'salaydigan roza mana bu islomning maqsadi. Hergizmi bu yer islom maqsad qilgan roza faqatlam yemek ichmakdan o'zini kontrol qilishni maqsad qilgan bu roza maqsad qilmadi. Balki gunohlardan poklansin, balki irodasi kuchlansin, himmatini oshirsin, iymonini taraqqiy qildirsin. Bu yer payg'ambarlar bilan, malaikalar bilan, siddiqlar bilan, shehidlar bilan bir saf tutug'dak, oshundoq bir yuksak saviyaga intilsin deb bu fursatni bizga hozirlab berdi. Ammo amaliyat qaraydigan bo'lsak, insonlar bu roza masalasida yoki Ramazon masalasida bir qancha turga bo'lindi. Ba'zi insonlar faqat yemek ichmakdan o'zimni kontrol qilsam bo'ldi, roza tutdim deb o'ylaydi. Rozaning maqsadi shu deb o'zini qo'llaydi. Faqat yemek günahs yemagandikin, ichmagandik ishim bo'ldi. Gunoh ishlarni qilaverdi. Boshqalarga aziyat beraverdi. Tuhmatni tonalab qilaverdi. Harom narsalarni ko'raverdi. Chunki uninki tushunchasi faqat men bir narsa yemasam bo'ldi, ichmasam bo'ldi deb qaraydi. Yana ba'zi insonlar va faqat qo'zg'im bir narsa kirmisi bo'ldi, yemasam bo'ldi, ichmasam bo'ldi degan uqub bilan qulqini, harom ishlarni anglash, harom so'zlarni anglash, harom naqshlarni anglash, harom filmlarni anglashga echirdi. Mana bu xil ro'z tutgan insonlarmi bormisin? Yani ba'zi insonlar ro'zining hurmatini qilmaydi. Qandoq ay turayotganligini, ro'zin nima deb maqsad tutganligini buni bilan kari yo'q. Chuprandi so'zlar, razil so'zlar, haqoratlaydigan, og'zini buzib tillaydigan gaplarni gapim bor deb qilaverdi. Suxanchilikdan o'zini to'smaydi, g'aybatdan o'zini to'smaydi, yolg'on guvohlik berish, yolg'on gapdan o'zini to'smaydi. Mana bu ro'zim qarindoshlar. Mana bu jannatni orzu qilgan ro'zimi bu. Bu bizni gunoh ma'siyatdan to'salig'idek bir qalqon bo'la oladigan ro'zimmish qarindoshlar. Demek o'zining ta'siri namoyon qilinmagan, o'zining maqsadini hal qilinmagan bir ro'za. Shaklvozlik bir ro'za iborat. Shuning uchun payg'ambar alayhisolamning mana to'van hadis qarab boqaylik. Payg'ambarimiz rubba soimin hadduhu min as-siyam al-ju' wal-atash. Qani ko'p sonli odamlar bor. Bular ro'za tutib nimaga erishgansa och qolgan, ussiz qolgan bo'ldi. Uning ro'zadan erishgani shu edi. Ya mağfiret yok, ya rahmet yok, ya takvalık yok, ya ki iman yok, ya ki ahlak yok. Onun erişkininden bol edilse aç kalgan boldu, ussuz kalgan boldu. Bir bölük adamlar vardı, roz tutkan böyle. Uxlamay ötkazdi keçini, uyan bilen ötkazdi, film bilen ötkazdi, kuru haberlerini görüş bilen ötkazdi, ahmiyetsiz işlerini kılıştı ötkazdi. Onun erişkinimiz şu. Halbuki rozdan maqsad emas. Rozdan maqsad inson bir yerde samimiy bir musulmon bo'lishdi. Samimiy bir dindarlik ro'yini yetishtirishdi. O'zidagi passiv nachar odatlarni tamamen tozalab chiqarib, ya paklanish maqsad. Shuning uchun bu Ramazon oydimi bahramon bo'lolmagan, Ramazonning ne'matlaridan bahramon bo'lolmagan, Ramazonning ruhiga maqsadlari sal qargan bu odamlar mahrum odamlar. Buzg'unchi odamlar. Allah'ın rahmeti, merhameti erişadigan bu ayda mana buzg'unchilik bilan shug'ullanadigan ya buzg'unchi odamlar yoki eng bichora odamlar yoki badbaxt odamlar hadis so'zlanganda. Kunlarning birida payg'ambarimiz sahobalarga shunday bir savol so'ragan. Atadruna man muflis? Eng bichora odam kim bilamsizlar? Sahobalar dedi. Puli yo'q odamni eng bichora deymiz. Payg'ambar alayhisalom yo'qdi. Bu puli yo'q odamga qartlamaydi. Eng bichora odam qanday odamsa, mening ummatimdagi eng bichora odam qanday odamsa, qiyomat kuni bir bo'lik odamlar keladi. Ro'z tutganmiz, ro'z tutgan, namoz o'qiganmiz, namoz o'qigan, zakot berganmiz, zakot bergan. Lekin ibodat qilgan bilan xato ishni tanqidmagan, axloqini ruslamagan, o'ziga passiv odatlarni, nachar axloqlarni o'zidan tozalamagan. Bizsini tillab qo'ygan, bizsini g'aybatini qilgan, bizsini chekib qo'ygan, bizsini setib o'tgan, bizsini meliga
Milli yoğagan, bizi koymuçılık qilgan, bizning qinin tökkan, bizning obro'yga ziyon solgan, yana birisini urib qo'ygan. Demak, axloq ruslanmagan. İbadetning ta'sirini hayotida o'zlashtirmagan. Ro'zning maqsadlarini hayotida mujassamlashtirmagan bir inson. Bu adam qanday bo'ladi bo'lsa, tutgan ro'zasi, o'qigan namozi bir yaxshilik hisoblansa, boshqalarning haqqini yo'g'onlik uchun g'ayvat bilan, suxanchilik bilan, tuhmat bilan, tillash bilan, haqorat qilish bilan buning yaxshiligi bu odamdan olinib yan bir odam berildi. Agar bu odamninki boshqalarga ziyon solgan, boshqalar zulm qilgan, boshqalar ziyon keltirgan darajadagi o'taydigan badaliga qarta qilgan yaxshilik yetmay qolib qolsa, yana bir tarafdan, ya'ni zulm qilgan tarafdan gunohlari bu odam yuklanadi. Mana bu eng bichora odam. Hech qanday yaxshiligi yo'q. Yaxshilikdan quruq qolgan odam mana bu eng bichora odam. Qarindoshlar, o'zimizda o'zgarish bo'lmasa, nafsimiz poklanmasa, Ramazandan ilgari holatda, Ramazan ichidagi, Ramazandan keyin holatda bizda o'zgarish bo'lmay qolib qolsa, bizdagi passiv nachar odat tugamay qolib qolsa, harom ishlar, gunoh ishlar tugamay qolib qolsa, bu shaklvoz Ramazanlikning hech qanday bir ma'nosi bo'lmaydi. Hech qanday bir foydasi bo'lmaydi qarindoshlar. Qarab boqay. Bir odam Ramazan tutdi deydi. Lekin uning tili g'ayvatdan Ramazan tutmadi. Uning tili boshqalarni haqorat qilishni Ramazan tutmadi. Uning ko'zi harom narsalarga qarab qilishni Ramazan tutmadi. Uning qalbi boshqalarga hasad qilishdan Ramazan tutmadi. Boshqalarning obro'yiga daxl tarz yetkazishdan, boshqalarning obro' chaqirishni Ramazan tutmadi. Qo'li o'g'an bo'lsa boshqalarga aziyat berib turdi, yozib bilan bo'lsin, yo urush bilan bo'lsin deydi. Qalbi o'g'an bo'lsa o'chmanlik, İslamga bo'lgan o'chmanlik, islomning prinsiplarini yomon ko'rish, musulmon qarindoshlarini yomon ko'rish, hasad qilish degan o'sha bu xil nachar illatlar Ramazan tutmasa, bu Ramazan o'lchamga tusham qarindosh. Bu Ramazan Allohning nazar qabul qabulga erisham albatta yo'q. Chunki bu o'lchamsiz bir Ramazan. Maqsadiga erishamagan bir Ramazan. Shuning uchun qanday qilamiz ham qarindosh? O'zimizni his qilaylik. Nima uchun Ramazan tutganligimizni o'ylaylik. Tavba qilib olaylik. Ramazanning maqsadiga markazlashtiraylik. Axloqimizni tuzaylik. Nachar axloqdan, yomon so'zlardan, yomon ish harakatlardan o'zimizni poklaylik. Chunki payg'ambarimiz ilgari deganimizdek, qaysi bir odam ro'z tutgan bo'lsa-mu, yomon so'z tashlamasa, aziyat berdigan gapni tashlamasa, boshqalar ziyon solgan ish tashlamasa, suxanchilikni tashlamasa, sotqinlikni tashlamasa, xoinlikni tashlamasa va boshqa gunoh xarakterli ishlarni tashlamasa, bu odamning Ramazan tutqanining hech qanday bir foydasi yo'q. Hech qanday bir ahamiyati yo'q. O'zini oldigan saqtipaz deb aylanadi. Bu kuni qolib qolmaydi. Bu xil holatga tushib qolmaydi qarindoshlar. Bir adam yemek içmekte roz tuttu. Lekin boshqalar tillashda roz tutmabdi. Tor dunyosida qarayapmiz. Go'rpularni ko'ryapmiz. Bir-biri qilinayotgan haqoratlar, tillashlar, og'izdan chiqayotgan sesiq gaplar, bazatliklar. Bu qanday roz? Uningki oshqozi roz tutgan bilan tili roz tutmagan bir maxluq. Yolg'onchilik qilayotgan, suxanchilik qilayotgan, bir-birisini pudayotgan, bir-birisini dumboqcha musulmonlarning birligini bo'lishga harakat qilayotgan bu xil insonlar. Bu qanday ro'z? Mana bu odamlarni oshqozi ro'z tutgan, ammo vujudi ro'z tutmagan, ruhiy ro'z tutmagan, vijdon ro'z tutmagan, axloq ro'z tutmagan deyishga bo'ladi. Ko'zi ro'z tutmagan odamlar. Mana bu Ramazan turibman, hali ham islomga ziyonkashlik qilishdan, musulmonlar ziyonkashlik qilishdan, vatan millat ziyonkashlik qilishdan ro'z tutmagan odamlar var. Xiyonatdan o'zini to'smagan odamlar var. Xiyonatdan o'zini kontrol qilmagan badbaxtlar var. Bu qanday ro'z? Jahannamning o'tlari bu odamlar. Ro'z tutmadi, jahannamning o'tlari uchun o'zini hozirladi. Shu o'ylaylik qarindoshlar. Razil ish yoki shariat cheklagan ish, yomon ish nafsimizda avjag'an bo'lsa, o'zimizda ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, jamiyatda bu ishlar ovib ketgan bo'lsa, o'zimizni bu ishdan yig'masa, bizning iymonimiz va deganimiz bak. Men sodiq odamdim, men mubashvaq musulmondim deganimiz bak qarindoshlar. O'zimizni oldimaylik. Bu ibodatning maqsadi va hayot bilan munosabati va
Bu ibadetten fikrimiz bilan munosabati bor. Biz musulmon siyosiy harakat qilgan bo'lsak, siyosiy harakatimiz islomning idisiga uyg'un emasmi? Qur'on sunnatdan iborat asli manbaga, qonunning manbasi uyg'un emasmi? Siyosiy harakat qildim deb aqidadan chetligini bo'lmaydi. Islomning idisidan chetligini bo'lmaydi. Islomningki o'zgarmas prinsiplarini chetligini bo'lmaydi. İman davası samimi bo'laydi. Ro'za tutgan bo'lsak, axloqimiz tuzaydi. Axloqimiz tuzalmiz, bu ro'zadan nima foydasi bo'lsin, nima qimmati bo'lsin? Men musulmon deb turib, ziyonkashlik qilsak, bo'lganchilik qilsak, parchalashga tursak, bir-birisiga dushman selishga tursak, bu qanday bir ro'za? Qancha bir senga tushadigan bir ro'za bu qarindosh. Bu ro'zaningki iymon bilan, axloq bilan, hayot bilan, fikr bilan, hayot tasavvuri bilan munosabatiningki boshqanligi to'g'risida payg'ambarimiz shunday deydi. Salasun man kunna fihi fa huwa munafiq. 3 turlik illat var. 3 turlik nachar odat var. Mush 3 turlik illat kimni tepilib qolib qolsa, bu odam munofiq. Iymon da'vosi qilmay tursin. O'zini tuzatsin. İmanını yanılsın. Əxlaqını qaydadan bu adam patlab çıxsın. Munafiqlikni taşlımı təqib adam. Qaysı halet var? Gerçi bu adam roz tutsun mu hadiste? Ve insan edir. Roz tutkan bu olsun mu? Namaz okuyan bu olsun mu? Hac qilgan bu olsun mu? Ve özünü musulman, muttaqi, evliya deb da'vo qilgan bu olsun mu? Yanılı munafiq deydi. Muş 3 xil illat, nachar illat tugamaydi ekan. 3 turlik afetden özünü tazlamaydı ekan, bu adam munafiqdir. Mening gapim emas, payg'ambarimizning gapi. İza haddasa kadab. Gap qilsa yolg'on gap. Siyaset oynadığımda qo'rqma yolg'on gap qiladi. Siyaset yolg'on gap qiladigan gap yo'q. Musulmon yolg'on gap qilsa bo'ladi deydigan gap yo'q bu siyaset maydonida. Va'da qiladi, va'dasi tutmaydi, xiyonat qiladi. Va'dsizlik qiladi. Vafasızlık kıldı. Amanet olgan bolsa xiyonat qildi. Pul amanet olgan bolsa xiyonat qildi. Milletning mas'uliyatini ustiga olgan amanet olsa buni xiyonat qildi. Her turlar var bu. Mush 3 turlik illat gapkiz yolg'on gap qildigan, va'dasi tutmaydigan, milletni aldaydigan, amanet qo'yilganmiz amonatni o'zi chiqmaydigan, mush 3 turlik illat o'zgarmaydigan bu odam garchi namoz o'qisimi, roz tutsimi, zakat bersimi, hiç kısım yani münafık mıdır Peygamberimiz? Bu İmam Nesai'nin rivayeti benim gibi emas. Şunun için qarindoshlar, roz tutgan vaqtimizda bütün vücudumuz bilan tutaylik. Bütün a'zolarimiz bilan tutaylik. Qulqimiz bilan tutaylik rozini. Ko'zimiz bilan tutaylik, vijdonimiz bilan tutaylik. Shuning uchun yolg'on gap qilmaylik. Harom ishlarni qilib solmaylik. Ma aqlimizni, fikrimizda islom zid bo'lgan ideyalardan buni poklaylik. Milletden canıcan menfaatine zıt keladigan xato usullarni, xato vasitlarni aqlimizni poklaydi. Qo'sqimizda harom narsalarni yeb salishdan poklaydi. Harom narsalarning kirib qolishiga diqqat qilaylik. Musulmonlar aziyat berishdan, qo'limiz orqali, tilimiz orqali yoki boshqa a'zolarimiz orqali aziyat berib qolish ehtiyot qilaylik. Ramazonda axloq o'rganaylik. Eg'ir basaliq o'rganaylik. Kam qo'saq bo'lishni o'rganaylik. Afvuchan bo'lishni o'rganaylik. Ramazandan başqa vaqt bilan Ramazandagi boshqa vaqtlar Ramazan sirtiga o'xshash o'qamiz. Namoz o'qiyotgan vaqtlar namozning sirtiga vaqt o'xshash o'qamiz. Ramazan tutayotgan vaqtlar Ramazanning sirtiga vaqt o'xshash o'qamiz qarindoshlar. Shuni bilishimiz kerakki, bu axloq go'zallashgan bo'lsa, bu iymonning natijasi, ibodatning natijasi. Agar axloq biz yaxshilanmagan bo'lsa, axloq tuzlanmagan bo'lsa, bizda iymon ojiz degan gap, bizda axloq ojiz degan gap. Bizde iman aciz olsa, ahlak aciz olsa ahlakımız düzelmeydi. Unda o vaqt ahlakımız düzelişen imanımızı güçlendirişimiz ve ibadetini canlılık kılışımız doğru gelir. Oylap bakayım Müslümanlar. Oylap bakayım qarindoshlar. Kim tasavvur qilgan bu? Yani en canlılık Müslüman bo'lish uchun, yani en mükemmel Müslüman bo'lish uchun ahlakı en güzel bo'lish lazım. Deydigan bu hukmni qaysi bir musulmon tasavvur qilib bakın. En mükemmel musulmon bo'lish uchun en güzel ahlaklar, güzel süpetli insan bo'lish lazım deydigan bu hukmni, bu hayat felsefesini kim o'ylab bakın?
Halbuki Peygamberimiz bu doğrusunda ekmelul mu'minine imanen ahsanum ahlakadır. En mükemmel Müslüman, ölçemlik Müslüman. Allah'ın Resul razı olduğu Müslüman, qanday Müslüman? Ahlakı mükemmel olan, ahlakı güzel olan Müslüman. Onun pulunun köptüken demedi, onun koskunun yoğalıkın demedi, ya biliminin köptüken demedi. Ahlak güzel olup kalsa mükemmel adam şu. Demek bir Ramazan eydek müştah fırsatı mı? İmanımızın canlandırılmışsak, ahlakımız tüzlenmeye kalsa, o vakit özümüzden sunayız. Özümüzden tekrar hesap olayız. Kardeşler, bu iman insanı hata işlerden saklaydıgan bir korgan. İnsanı günah işlerden saklaydıgan bir korgan. İnsanı güzel ahlaklık buluşka, isim faziletlerini özleştiriş, teşebbüs kıldıgan bir korgan. Şunun için Allah Teala bendilerine meyle yaxşılık çakasın, meyle yaman işlerden ulanı toskan bolsun, bu imanın takazzasıdır şunda kıldı. Yani Allah buyurgan iş, ya Allah toskan iş, bu imanın takazzası. Çünkü iman insanı yaxşı teşebbüs kılıdı, yaman işlerden, yaman naçar adetlerden, ya ahlaklardan insanı kontrol kılıdı. Bana Allah Teala bu doğrusunda, ya eyyühellezine amuntakullah ve kunu ma'as sadikin. Müminler. Müminler de kitap kıladı, hürmetli. Allah'dan korkan. İbadet kısanın bir takvalık ruhu olsun. Şerikat kısanın bir takvalık ruhu olsun. Yani dinin körsetmesini mangallıkın takvalık deyimiz. Simden üstüne manganda dikkat kılıp manganda, şeriattan körsetmesi meyle buyruğunu olsun, toskun olsun, buna dikkat kılıp manganda, bunu takvalık deyimiz. Peygamberimiz insanda iman canlılığa vaxtida güçlük ahlak şekillendiğimizi bayan qilib turadi. Yuqorqi hadisda imanda, yani adamda iman canlılık olurken güçlük ahlak şekillenadi. Demek bir adamın ahlakı passib, ahlak rezil, ahlak çakin olup qalsa, bu adamın imanı demesi var degan gibi. Bir adamın ahlakı tushkunlashgan bo'lsa, bir adamın ahlakı buzilgan bo'lsa, bunun sebebi nereden bo'lsa, imanning ojizligidan keladi yoki imanning yo'qligidan keladi. Yomonlik qancha olib ketgan bo'lsa, bir odamda hasadxo'rlik, bir odamda dushmanlik qancha olib ketgan bo'lsa, yoki rezil ahlak qancha ko'payib ketgan bo'lsa, bu odamning iymoni taqvodi. Hadisdan hukmi. Masalan, qarindoshlariga aziyat berdigan, qo'shnilarga aziyat berdigan, ular eskilik qildigan, fakat özünün menfaatine başka ziyankeş kılan bu adamga din nimede hüküm çıkar? En ağır hüküm çıkar dinimiz. Gerçi namazı okusu mu? Gerçi roz tutsu mu? Gerçi zakitine versi mi? Ama Müslümanlar eziyet verirken, ziyankeş kılırken bu adamga dinimiz ağır hüküm çıkar. Peygamberimiz bu doğrusunda la yestaqim imanı abdin hatta yestaqime kalbu dedi. Bu adamın kalbi paklanmay durup bu adamın imanın doğru iman degen olmaydı. Bir adamın kalbi paklanmay durup bu adamın imanı ölçemlik iman degen olmaydı. Dastlab kalbimizde paklaydı, vicdanımızda paklaydı kardeşler. Aklımızda paklaydı, fikrimizde paklaydı. Hem hadisten ağır ve la yestaqimu kalbu hatta yestaqim lisan. Bir adamın tili doğru yol kirmey durup o adamın kalbi doğru yol kirmeydi. Yani kalbde doğru yol kirgizishdan ki ölçemaysa tilimizin doğru yol kirgizeydi. Ma tilimiz yaxshi gap kelsin yoki sukut kelsin. Kul hayran av ismut. Yaxshi gap qil ya sukut. Har qadar Ramazan bo'lsin va Ramazandan sirtki vaqtlar bo'lsin. O'lchanmish. Va la yadkhulu rajulul jannah hatta la ya'man jaruhu bawaqid. Bir adam, yani bir Müslüman adamniki qo'shnisi, yani bir Müslüman qarnishi uningdan keladigan ziyankeşlikdan emin bo'lamasa, yani uningdan xotirjamlik erishamay qolib qolsa, ma odam jannatga kirmaydi. Qaranglar qardash. Bir odamning iymoniningki durust bo'lishi nimaga bog'liqsa, qalbining durust bo'lishiga bog'liq. Qalbining durust bo'lishi tilining durust bo'lishiga bog'liq. Bir odamning jannatga kirishi başkalarına ziyankeşlik keltirmesliğe bağlıdır. Yani Peygamberimiz her kanda vaktlarda güzel ahlakka alayda ehmiyet verip, güzel ahlakını yitildirişki teşebbüs kılıp, şundak dedi ki, bir yerde innel muslimen musaddet, doğru yolda mangan. Yani ahlak Rus, ahlakını tuzlayan bu Müslüman, kiçilleri kıyamda tuğan, gündüzü roz tutkan muş Müslümanınki savabıga dersi girişeliydi. Bir adamın ahlak güzel olsa, karakteri yaxşı olsa, kən qozaq olsa, mehriban köyümçən olsa,
musulmonlarga va yoki islom zankesh keltirmasa, mana bu odam kechalari qiyomda turgan, kunduz ro tutgan odamninki darajasiga erisha oladi. Ahir şu hadisler tüktemenki qarindoshlarimiz payg'ambarimiz o'zining bu dunyo payg'ambar bo'lib kelishiga maqsadlarning birisini bayon qilib, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal axloq" dedi. Mening mas'uliyatimning birisi, mening vazifalarimning birisi go'zal axloqni qonat yaydirishdir. Go'zal axloqni nashr qilish, go'zal axloqliq insonlarni yetishtirishdir deb ashunda bayon qilib bergan. Mana bu Ramazondan olgan bu ne'matlar. Ramazondan biz o'zlashtirgan go'zal axloqlar. Biz Ramazan tutgan bolsaqmı, axloqimizni tuzatmay qolib qolsak, go'zal axloq yetildirmay qolib qolsak, bu Ramazan bizga foyda kelmay qoladi. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.